Ro'za Normatova oxiri afsusda ekanligini hamda barcha haqiqatlarni bo'yniga oldi. Ro'za Normatovaga Instagram sahifasi orqali muxlislari ko'p bora turmush o'rtog'i bilan bog'liq savollarni yo'llashadi. U esa bugun barcha haqiqatlarni tan oldi. Har doimgidan ham ko'ra ko'proq himoyaga muhtoj bo'lgan vaqtimda fevral oyida aynan turmush o'rtog'im chet davlatda bo'la turib meni himoya qilgan. U paytda yaqin emas edik. Shundan so'ng meni 6 oy davomida kuzatib yurgan ekan. So'ng avgust oyining oxirlarida ko'rishishni taklif qildilar. Kerakli vaqtda meni himoya qilganlari uchun u insonga ishonib dugonam bilan uchrashuvga chiqqanman. Ular bilan o'rtamizda qandaydir munosabat o'rnatishga ulgurmaganmiz. Ko'rishganimizdan keyin menga uylanmoqchi ekanliklarini aytganlar. Men uchun birinchi o'rinda ota-onam roziligi bo'lgani uchun kelib 4 kun ichida otamning roziligini olganlar. Shundan so'ng bo'ldi, meni turmush o'rtog'ing deb tasavvur qil. Sal noto'g'ri xatti-harakat sezsam, mendan yaxshilik kutma deganlar. Hayotimda birinchi marta bu kabi bir so'zli erkakni uchratganim uchun shokka tushib qolib, ancha vaqtgacha hech narsaga tushunmay yurganman. Endi bayonlarda chiqmayman, rolni esa faqat turmush o'rtog'imga o'ynayman. Men turmush o'rtog'im bilan hayotimda mazza qilib yashayapman. Alhamdulillah. Tuhmatchilarga hozir vaqtim yo'q. Boshqa vajni ishlarimiz ko'p bizning.